Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugungi dasturimizda Word dasturida ikkita sahifani bitta sahifaga chop etish dasturini o'rgataman. Bu nima uchun kerak? Bu qog'oz tejash uchun ba'zida qog'oz kamroq bo'lib qolganda ikkita sahifani bitta sahifaga chop etish to'g'ri kelib qoladi. Mana shu qanday qilinadi? Buning uchun biz Wordga kiramiz. Mana ikkita sahifa bor deylik, yozilgan. Ctrl+P bilasizlar, bu chop etadi. Bu klaviatura orqali boshqariladi. Men shuning uchun Ctrl+P yozuvini yozdim. Mana ikkita sahifada yozuvimiz bor. Mana shuni ikkita sahifani bitta sahifaga chop etish uchun faylga kiramiz. Pechat tugmasini bosamiz. Boshidan boshlab ko'rsatdik. 1 -2, ya'ni bu birdan ikkinchi varaqqa degani. Endi mana bu joyda birinchi mana bu holat turadi. Ya'ni birinchi ya'ni bitta sahifaga chiqariladi degani. Endi biz ikkinchisini tanlaymiz. Ya'ni o'zi ham rasmidan ham ko'rinib turibdi. Bu holatda ya'ni bitta varaqda ikkita varaq chop etiladi degani. Va pechat tugmasini bosamiz. Mana hozir o'sha bergan yozuvimiz ikkita varaqdan bitta varaqda chiqadi. Mana o'sha ikkita varaqdagi faylimiz bitta varaqda printerimiz chiqarib berdi.